Akmal aka, siz ham rassom, ham muallim sifatida bugungi yoshlarning ma'naviy olami va vatanparvarligi haqida qanday fikrdasiz? Birinchidan, oliygohni o'zi bu eng mo'tabar joylardan biri. Chunki yoshlarimiz, albatta o'sha maktab holatlarida yurgan yoshlar asta-sekin hayotga ko'nikib borishadi va hayotdagi bo'layotgan o'zgarishlarga e'tiborlari nisbatan yuqori bo'ladi. Albatta mana bizni Kamoliddin Behzod Milliy rassomlik institutimizda o'qiyotgan yoshlar o'zlariga yarasha bir boshqacha yoshlar. Chunki bular ijod bilan shug'ullanishadi. Bu yerda endi ijod sirlarini o'rganishadi. Bu yerda o'zlarini bilimlarini, o'zlarini mahoratlarini oshirishadi. Bu mahorat oshirish yoki bilim oshirish albatta ularga beradigan bilim, ya'ni domlalari bilan chambarchas bog'liq. Bu institutimizda albatta bunda yuqori darajadagi ulug' domlalarimiz bisyor. Ya'ni ko'p. Bu yerda O'zbekiston Badiiy akademiyasining akademiklari, O'zbekiston xalq rassomlari o'zlarining faoliyatlarini, ya'ni pedagogik faoliyatlarini olib boradi. Endi mana bir hali tasavvur qiling. Shunday insonlarning qo'lida o'qish va shunday insonlardan bilim olish yoshlar uchun, yosh avlod uchun bu juda ham katta narsa.